Hürmetli obunachilarimiz, Avtoshopdan kechki reklam etadigan mashinamiz bo'lsa, ideal stansiyada Matiz mashina keldi degan do'stlar, sotuvga 2014-yilda ishlab chiqarilgan H9 bo'ladi bu. Lyuks konditsioner. Balonlar ham yumshoq balon qo'yilgan ekan, 60-70% protektor bor. Tak, aytdim, konditsioner bor. Metani 2020-yilda qo'yilgan, bir qator qurilish yangilar ishlangan deydi. Probegi 100 ming yurmagan ekan mashina. Dim zo'r, yonib turibdi mana. H9 dugalari bor. Metani 2020da qo'yilgan. Motor xodoy hemmeri zo'r ekan. Tak, sallari bilan qorong'ira ekan, endi qo'llangancha ko'rsatish kerak ekan. Suyuklarim men bilmadim. Qancha turibdimi? 92.944 ko'rinmadi. Maytafoni bor, metani bor. Endi kechda olsam elashtirmaysizlar. Ishlar yaxshi ko'rinmadi. Syomkada yerdan kunduz kelib ko'raversangizlar bo'ladi bu. Avtoshopda turadi do'stlar. 2014-yil H9 metan 100 ming yurmagan mashinamiz edi. 92 ming qancha yurib turibdi. Narxi do'stlar 38 million so'm etib qo'yaveramiz, lekin bir yeri bor. Generalniy deviniz berilmaydi do'stlar. Egadan oformleniya etish kerak. Kimda kim puli naq bo'lsa, yana mashin, tayyor mashin lekin 2014-yil 38 million so'm. Kapot kapıldı tarta vurup sanasanızlar 37 milyonga da veramiz do'stlar. Mashin Avtoshop Gurlanda. Kritikada chiqadi mashin. Lekin oformleniya etib rasxoti bo'ladi o'zini. Kelaversa mashinlarimiz ko'p xizmatdamiz.